Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Ziyo Najmiy devonidan bir tomchi rubrikasi ostida devondagi ikkinchi g'azalim bo'lmish Tush shavqi nomli g'azalimni e'tiboringlarga havola etmoqchiman. Qora zulmatga o'ralgay tun yuzing qayg'usida, ko'kda yulduzlar charaqlar ko'zlaring orzusida. Necha yillar oy jamoling bir ko'rish ishqi bilan aylanib izlar seni oy yerdan o'z yog'dusida. Oyga yo'l bo'lsin jamoling shavqida har kun yonar beadad ishq yoshirindir ul quyosh tuyg'usida. Tong sahardan to yarim tun hofiz aylar ming navo senga mehri oshkordir o'ynagan chalg'usida. Goh qulog'imga chalingay hur parilar handasi, sezdi ko'nglim ko'p hasad bor ul malak kulgusida. Aylanib dunyo necha yil sendayin hur ko'rmagay toki qiyomat kessa ham kelgusida. Husningga mag'rurlanib yor o'zni qo'l yetmas dema, bil ziyo vaslingga yetdi ushbu tun uyqusida. 4-may 1995 yil. E'tiboringiz uchun rahmat.